Qadrli do'stlar, bo'lmasa darsimizga keyingi joydan davom ettiramiz. Hop, access list items, ya'ni listda itemlarga kirish. O'zi asli amaliy qilib ko'rsatmoqchiman, lekin juda ham soddaligi uchun ko'rsata olmayapman. Hop, kelinglar ko'rsatib ketaylik. Sodda bo'lsa ham. Ba'zi darsimiz first proyektida adashmasam. Bizga test shaklida list berilgan bo'lsin. Masalan, fruits degan mevalar bo'lsin. Masalan, apple, banana, cherry mana yozib berdi. Endi access list degan items degan qaysi bir access item, ya'ni qaysi bir elementlarga kirish degan. Masalan, o'sha aytganimizdek indeks bo'yicha oddiy fruits print qiladigan bo'lsak, bizga hammasi chiqib keladi mana list ko'rinishida. Xo'p, endi aynan bananani chiqarmoqchiman. Aytganimda indeks bo'yicha 4 qavs bilan kiramiz. Stringda kirganimizda 1 indeks mana 1 da qo'yaman, shunda banana chiqib keladi. Mana. Mabodo cherry kerak bo'lsa 2 ni qo'yaman. O'z mana sanab kelaman 1, 2, 3-chi. Bo'ldi, 3 dan 1 da beraman, 2 qo'yaman, to'g'ri chiqib keladi. Masalan, 3 bersam indeks chiqib ketdi deydi mana. Index list index out of range, ya'ni berilgan oralardan chiqib ketdi degan error beradi. -1 desam ham orqadan keladi mana buni mana. Cherry -10 bersam mana muammo chiqaradi. Hop, -1, -2 gacha keladi, xolos bu ham mana. -3 kelsa mana apple bo'ladi, -4 dan error berishni boshlaydi. Mana. Hop, access list degani xuddi shu. Bu yoqda ham ko'rsatib ketgan negative indexing va hokazolarni ham range of indexes degan mana nechinchi qismini kesib olib chiqarish mumkin bunda ham. Eslangda bo'lsa, stringda slicing bor edi mana. String mavzusida mana slicing string, ya'ni bunda ham 4 burchak list bilan qaysidir elementlarni kesib olishimiz mumkin. Bizda mana fruitsda shu apple kerak emas, banana bilan cherry kerak. Unaqa deydigan bo'lsak, mana birinchi indeksdan boshlaysan, oxirigacha olasan desak, bizga mana banana bilan cherry deb bitta list qilib beradi mana. Xo'p, bir xil deyarli funksiyalari. String o'tib qolibmiz yana. Bitta orqaga qaytamiz. Mana xo'p, 4-chi indeksgacha oladi. Bu yog'i juda ham sodda. Negative indeksni ham oraliqni ko'rdik. Bo'ldi, bu bilan access time kirdi. Access list tugadi mavzusi. Change list item, ya'ni list itemlarni almashtirish shakli endi. Mana sen aytaylik, ana bu bananani o'zbekchalashtirmoqchimiz. Mana o'sha fruitsda nechinchisi mana 0, birinchi indeksini yangilaymiz. Kelinglar banana emas, mana banan deb qo'yaylik. O'zbekchalashtirib. Endi print qilib turib fruits qiladigan bo'lsak, mana aynan banan bo'lib qoldi mana, o'zgardi. Ya'ni bu stringda buni qilib bo'lmasdi, qaysidir indeksini almashtirib bo'lmasdi. Xo'p, yoki ikkinchi indeksni ham qilaman desam, mana cherryni ham banan qilib qo'yaman desam, mana apple, banana, banan bo'lib qoldi. Xuddi shu. Oralig'ini ham o'zgartirib tashlab bo'lar ekan mana. Masalan, o'sha oxirgi birinchi indeksdan oxirigachasini mana bunga almashtirib qo'y deymiz mana. Hop, olma va anorga qiladigan bo'lsak, banan bilan cherry o'rniga olma bilan anor qo'yib qo'yadi mana. Ko'rgan bo'lsalaring. Hop, murakkab emas bu ham. Insert items. Qanday qo'shish. Ya'ni masalan endi bor joyda o'rni, ya'ni bu replace bo'ldi. Ya'ni endi nimadir qo'shmoqchimiz mana fruits nuqta insert degan o'zi qo'shish degan mana. Hop. Ustiga olib kelib tursa ko'rsatib beradi mana. Kursorda paychaning bo'lsa agar, mana self bu op tam hech narsa yozmaymiz. Bu bizga kerak emas hozircha. Hop, mana kelsa indeks, ya'ni qaysi indeksga qo'shilsin yoki obyekt. Hop, masalan 0-indeks desak, mana boshiga qo'shiladi mana.
0 Apple emas, mana x qo'shsin bizga bilinarli bo'lishi uchun. Endi fruit chiqarib ko'ramiz mana. Ko'rgan bo'lsangiz, 0-indeksga qo'shib qo'ydi, qolganlarini bu yoqqa surib tashladi. Endi qaranglar. 0 1 banana o'rniga 1-indeksga qo'shilsin deydigan bo'lsam, mana Appledan keyin x keladi, keyin banana cherry keladi mana. Insert metodi ham xuddi shunday ishlaydi. Umuman muammosi yo'q, murakkab emas. Birinchi qaysi pozitsiyasi, keyin qaysi elementli. Xo'p, yana append degani bu o'zi avtomatik orqasiga qo'shib qo'yadi mana. Nuqta append deb turib, mango desam, mango deydigan bo'lsam, oxiriga qo'shib qo'ydi o'zi avtomatik. Apple, banana, cherry oxiriga mango qo'shdi. Xo'p, bu bilan bu ham tugadi. Add list items deyapti. Menimcha hozir aytib qo'ydim uni. Add items append qilsak mana oxiriga qo'shadi. Insert sanab ko'rdik undan oldingizda index bo'yicha qo'shadi. Extend ya'ni kengaytirish ikkitasini bir-biriga qo'shib qo'ysak extend bo'lib ketadi. Boshqa iterable'larni ham qo'shish hozircha bizga kerak emas. Bu mavzu ham tugadi. Endi o'chirib tashlashni ham ko'raylik, keyin qolgan qismlarni ko'ramiz. Hop, remove turib aynan bitta element berishingiz mumkin ekan. Fruits nuqta remove deb turib aynan Apple da bersak, Apple da o'chirib tashlar ekan. Mana. Bu aynan obyekt berish, mana ustiga bunday olib kelsak, remove deb turib, mana value t, ya'ni obyekt qabul qiladi. Xo'p. Remove ki indeks bo'yicha o'chirish, ya'ni bu elementni qiymati bo'yicha o'chirish, bu indeks bo'yicha mana pop. Nuqta qilib turib pop deb mana 0 bersam, mana Apple da o'chirib tashlaydi. 1 bersam, banana o'chirib tashlaydi mana. Birinchi indeksda mana Apple qoldi, banana o'chib ketdi. Hech narsa bermasam, orqadagi cherryni o'chirib tashlaydi indamasdan mana. Bu ham murakkab emas. Delete qilsa ham bo'ladi. Delete ham bor. Masalan, o'sha del deb turib, o'sha fruitsni hammasini ham o'chirib tashlasa bo'ladi. Fruitsni 0-inchisi. Mana, Apple o'chib ketdi. Hop, clear the list. List.clear qilsak, hamma yoq tozalanadi, ichidagi ma'lumotlar to'liq o'chib ketadi. Fruits nuqta clear qilsak, mana list bo'sh bo'lib qoldi. Hop, bu bilan listga oid ikkinchi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha.